HB101 bu tabiiy stimulyator, o'simliklardan tayyorlanadi. Bu dori xona gullarini o'sishini qo'zg'atadi, gullashini qo'zg'atadi, kurashuvchanligini oshiradi, immunitetini oshiradi va har xil stresslarni oldini oladi. Zo'r tabiiy dori. Shu 6 ml o'rtacha 40 ml, 50 ml turadi. Narxiga juda ham arziydi, chunki bu dori juda ham tejamkor. Sizlarga anchaga yetadi. Hozir men sizlarga qisqa qilib tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib beraman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar. Ichida mana shunaqa ampula bo'ladi, juda ham qulay qilingan. 1 litr suvga biz bitta yoki ikkita tomchi solamiz. Uzog'i ikkita tomchi solinglar, ikkita tomchidan oshmasin. Mana 1 litr suv albatta iliq bo'lsin. Mana ampulamiz, pipetkasi o'zi bilan va bu 1 litr suvga biz bitta yoki ikkita tomchi solamiz. Mana bitta tomchi va ikkita tomchi. Shuni o'zi yetadi, ko'p solmanglar. O'zi do'stlar, instruksiyasi hammasi orqasida yoziladi. Oziqamiz tayyor. O'zi bu oziqani o'simliklarga ham barg, ham ildiz orqali berasizlar. Ya'ni o'simliklarni bargiga ham sep chiqasizlar, tuprog'iga qo'yib ildiz orqali ham berasizlar. Hozir birinchi o'rinda barglariga sep chiqamiz. Mana barglariga yaxshilab sep chiqdik. Endi ildiziga qo'yib tuproq orqali ham beramiz. Ko'p quyish shart emas, bitta ikkita piyla quysanglar yetadi. Mana shuni o'zi bemalol yetadi. Do'stlar, bu dorini har qanaqa o'simliklarga ishlatsanglar ham bo'ladi. O'simlik umuman tanlamaydi va HB101 20 kun 30 kunda bir marta ishlatsanglar yetadi.